ko'rib boqamsiz? Vay dada. Ha, balam. Qara. Navram kasbag'o. Ha, do'stlari bilan mush yerda suv cho'milib o'ynaydi. Ha, yana bak. Qara balam. Mana mavo. Navramga sap qo'ygan o'yini ko'rdingmi? Nurg'ulgan o'yinchiqlarni kelib qo'ydim. Qo'nchoqlarni kelib qo'ydim. Bu nimanchi ko'p? Yana bag'o. Qara, mau yandik tam teshib, dachi ulab, atrofini bag'o qara. Cho'ng bir balla o'ynaydigan dachi qilaman. Nazar hozirgacha bog'chiga berib boqmagan. Kichik Begzodining bo'lsa o'ziga tava bog'chisi bor ekan. Odam bilan odam o'tirislik farqi nimancha cho'ngdi, ha? Dada, siz kichik bolani bundaq erka o'gitib qo'ysangiz bo'lmaydi. Quruq gap. O mening navram tursa, men atorlamsam kim atorlaydi? Men sana deb qo'yay. Navram qaytib kelgandan keyin men bilan eng yaqin odam bo'ladi, jimo. Ma'qul, ma'qul. Bildim dada. Ma'qul. Mening bolam qandoqmi siz bilan eng yaqin bo'lsin. Nafisa, sizga bir vazifani topshiraman. Bu baş direktor, xato tushunib qopsiz. Men o'zimni sotmayman. Nafisa, siz o'zingizni pek cho'nchoqlab qoldingizmi nima? Men setib olsammi? Sizni setib olmayman. Har qaysi bolalar kiyim do'konlari diqqat. Arslanbosh direktor kichik Begzodiga kiyim tanlig'ili kelibdi. Sizlar do'koninglardagi eng yangi fason kiyimlarni aziz mehmonlar uyiga beringlar. Arslanbosh direktor, barliq yangi nusxadagi kiyimlar bu yerda tayyor bo'ldi. Voy onamay, butun yangi kiyimlarni olib keldimi? Nafisa, Bosh direktor, 6 yoshli bolalar odat qandoq kiyimlarni kiysa mos keladi. 6 yoshli bolalar odatda harakatchan keladi, oson tarlaydi. Shunga paxtaroq bo'lsa eng mos keladi.